men Rossiyaga ketyapman. 1 yilda mashina, uy olaman. Qayer O'zbekiston. Mana pulingni ol. Oyligi nechi pul? 2-3 ming dollar. 2-3 ming dollar. Albatta. Chaqobidim. Filip, meni bu yerda Filip deb Ha, ismingni o'zgartirganmisan? Pasportingni ber. Nimaga? Voy, dokument qilaman, bera qol. Qarashma. Kelasanmi? Kelaman. Pul yo'q, 2 oy bo'ldi. Filipga telefon qilingchi. Alo. Alo. Filip, yaxshimisan? 2 oy bo'ldi mana. Ishlab yuribman. Ancha ish qo'ydim, lekin oylikdan darak yo'q. Boraman hozir. Pulni kutib turman, hozir boraman. Bugun kelasanmi? Hop. Bo'ldi, kutaman. Alo. 6 oy bo'ldi, 6 oydan beri bir tim pul olganim yo'q. Boraman do'stim, aniq boraman. Hop. Alo. Kelib pulimchi yo'q. Senga katta yangi. 1 yil bo'ldi kelaman deganingga. Aldab ketding. Rishatga uskantirib ketding. Pulimni bermasaga. Hozir shef bilan gaplashdim. 2 yillikni bitta qilib bermoqchi ekan. Yana 1 yilgina sabr qilib ishlasang, hammasini bitta qilib olasan, xo'p? Ham xatya bu pasportimni ber, uyga ketay. Rossiyadagilar qayting,